Assalomu alaykum. 2 dona samsa berib yuboring. Xo'p bo'ladi. Qanaqasidan? Tovligidan. Xo'p bo'ladi. Qancha bo'ldi? 12 ming bo'ladi. Qatga qo'ygan edim. Muammo yo'qmi? Hozir beraman. Xo'p. Voy. Bor edi pulim, ertalab oluvdim. Bo'lishi mumkin emas. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Rahmat, keling. Qatga qo'ydim ekan. Sizga har doimgidekmi? Har doimgidek. Kechirasiz, yaxshi qiz. Tinchlikmi? Kayfiyatingiz yo'q? Sizga nimadir kerakmi? Somsa o'tdim. Yordam kerak bo'lsa kerak deb o'ylanmanda. Yo'q, o'zim shunchaki to'lormoqchi edim agar xo'p desangiz. Pulim bor, rahmat. To'lab qo'yaman o'zim. Xo'p deya qoling endi. Keling bir safar endi men to'la qolay. Keyingi safar siz to'laysiz balki. Men har doim shu somsaxonada ovqatlanaman. Bo'ladimi? Voy, qanaqa bo'larkan? Qarz bo'lib qolaman-da. Qarz bo'lmaysiz, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zim to'layveraman. Men. Mana olib qo'ying, aka. Rahmat. Unda ertaga ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Ertaga ham sizni shu kutaman. Salom. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Kelmaysiz deb o'ylagandim. Voy, nimaga unaqa o'ylaysiz? Men birovni haqini yemayman. Mana pulingiz. Pulingizni olib qo'ying. Pulingiz shart emas. Men sizni pul uchun kutganim yo'q. Sizni o'zingizni kutgandimmi? Yo'q. Men nega kutdingiz? Siz bilan yaqindan tanishgim keldi bugun. Menga yoqib qoldingiz. O'shaning uchun. Siz bilan tanishmoqchi bo'ldim. Sizga qiziqib qoldim. Sizga somsa olib bergim keldi yana. Voy, yana qarz bo'lib qolar ekanman-da. Somsa bugun mendan. Bugun jiyarim tug'ilgan kun edi. O'shaning uchun hammani mehmon qildim. Oling yoqimli ishtaha. Qarzdor bo'lishni yoqtirmayman-da. Xijolat bo'lmang, qarzdor bo'lmaysiz. Yoqimli ishtaha, oling. Yuragimga aytdim mana taqdirmas ekan deb qara. Yurag esa javob berar, sevaveraman yana. Yuragimga aytdim mana taqdirmas ekan deb qara. Yurag esa javob berar, sevaveraman yana. Yana 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 sevaveraman yana. Yuzma yuz hanım
seni hozir yigitim bilan tanishtiraman. Shunaqa zo'r bola. Har kuni meni shu yerda kutib olib ovqatlantiradi. Hozir. Qani, уже shu yerda bo'lishi kerak edi. U meni har kun shu yerda kutib olardi. O'rtoq, bo'la qol, yigiting kelmayapti-yu. Kelib qoladi hozir, shoshmay tur. Bo'la qol, salonga borishimiz kerak. Vaqt ketyapti. Uchrashuvimiz bor. O'ziga telefon qila qolgin. Hozir shoshmay tur. Bo'la qol, salonga borishimiz kerak. Meni ham o'zimning shaxsiy ishlarim bor, o'rtoq. Telefon qila Kutib qolgin. o'rtoq, shoshmay tur. Menimcha kelmaydi-yu, o'rtoq. Yigiting keladiganga o'xshamayapti. Kela qolsan, kelmasa men ketishim kerak. Robiya, eshityapsanmi? Aha, hozir kelib qoladi. Bo'la qol, eshityapsanmi? Men senga gapiryapman. Ketishimiz kerak, o'rtoq. Bo'la qolgin. Bo'pti, men ketdim. Qayerda ekan? Bore. Voy, o'rtoq. Sanjar, 3 kundan beri ishxonada yo'qsan. Sani yo'qliging uchun bilasanmi, mana omborda bolalar ishlamasdan xolaganicha yuribdi. Mollarni kim joyga qo'yadi? Kim topib beradi? Mijozlar qarab turibdi. Endi bir safar shunaqa bo'lib qopti-da, o'rtoq. O'rtoq? O'rtoq ko'chada bo'ladi. Men sani xo'jayiningman bu yerda. Endi nima deysan, hammasini to'g'rilab qo'yaman, xavotir olma. Qanaqa qilib to'g'rilamoqchisan? O'zim aybimni bilaman. Yog'idan xavotir olma. Xavotir olma deysan. Sen bir oddiy qorovul bo'lsang. Bilasanmi menga qanchalik muammo bo'lishini? Men qayerdan topib beraman mijozlarga shuncha molni? Ko'ramiz hal qilishingni. Shuncha molni yig'ish uchun bilasanmi qancha vaqt ketadi? Keling, sizga kim kerak? O'rtog'im meni oldimga keluvdi. Meni tanishim bo'ladi-da. Meni yoqtirganim. Mana 3 kun qayerda yuribsan sen, ha? O'g'rilik bo'lib turgan joyda qizlar bilan yurishingni qara. Bo'pti. Men mashina kaltini ol, yuvdirib, uyimga tashlab qo'yarsan. Men Dubayga ketishim kerak. Sanjar aka, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zi yaxshimisan? Yaxshi kelding? Rahmat, yaxshi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ko'rmaysanmi? Ishxonada 3 kun kelmaganimga ozgina muammolar bo'lib qoldi. O'shani endi to'g'rilashim kerak. Tushunarli. Shunaqa gaplar. Kelmaganingizga xavotir olib kelgandim. Xavotir oldingmi? Rahmat. Bugun afsuski yaxshi kun bo'lmadi. Xafa bo'lmaysanmi? Men ishlarimni to'g'rilashim kerak. Ozgina muammolarni hal qilmasam bo'lmaydi. Vaziyatingizni tushunib turibman. Tushunganing uchun rahmat. Siqilmang, Sanjar aka. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi.
aytgancha bugun aydala olmaymiz. Nimaga? Ko'rding-ku ishxonadagi muammolarni. O'shaning uchun ertaga har doimdek ko'rishadigan joyimizda ko'rishamiz. Hop. Meni kutgin. Ketib qolmagin yana. Ketmayman. Xafa emasmisan? Yo'q, xafa emasman, tushunib turibman. Tushunganing uchun rahmat. Mayus hanuz afsus